Xudoyberdi To'xtaboyev 1932-yil 17-dekabrda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida tug'ildi. O'zbekiston xalq yozuvchisi 1991-yil. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi 1982-yil. Qo'qon pedagogika bilim yurtini 1944-yil. O'rta Osiyo universitetini tugatgan 1955-yil. O'rta maktabda o'qituvchi va direktor 1955-58-yillar. Toshkent haqiqati gazetasida adabiy xodim, bo'lim mudiri 1958-62-yillar. Sovet O'zbekistoni 1962-70-yillar gazetasi. Guliston jurnalida 1970-72-yillar. Yosh gvardiya nashriyotida 1972-yil bo'lim mudiri va bosh muharrir o'rinbosari 1974-76-yillar. Gulxan, Yosh kuch jurnallarida bosh muharrir. Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi boshqaruvi raisi 1980-1998-yillar. Dastlab jurnalist sifatida tanilgan. Felyetonlar yozgan. Badiiy ijod bilan 20-asr 50-yillarda shug'ullana boshlagan. Ilk hikoyalar to'plami Shoshqaloq 1961-yil. Felyetondan keyin 1962-yil. Sir ochildi 1963-yil. Sehrli qalpoqcha 1964-yil. Singari qissalari. O'zbek bolalar yozuvchisi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev 2021-yil 21-mart kuni 88 yoshda vafot etdi.